Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hammalaringga Eronda Estahbon shahridan salomlar. Hozir mana dunyoda FAO tomonidan 2023-yilda dunyoni qishloq xo'jaligi merosi sifatida tan olingan lalma anjirzorlarda turibmiz. Bu yerda anjirlarni 25.000 gektar maydonda xuddi mana siz ko'rib turgan yarim oy, ya'ni qosh shaklidagi mikro havzalar, ya'ni yog'ingarchilik suvlarini atmosferadan va sel suvlarini mana bu yo'llar orqali yig'uvchi mana bunday tabiiy suv saqlovchi tuzilmalar orqali yomg'irni yig'ib o'simlikka suv manbai beruvchi bog'lar hisoblanadi. Bu bog'lar to'liq organik. 2.600.000 dan ortiq anjir bor bu yerda. 25.000 gektardan oshiq maydonda bu o'sadi. Bu yerda mahsulot, ya'ni bir anjir daraxti 10 kilogrammgacha meva beradi. Asosan bu mevalar quritilgan anjir sifatida sotiladi dunyoga, organik anjir sifatida. Anjirlar qurib kuz oyigacha o'zini ustida quriydi va yerga to'kiladi. Yerga to'kilgan anjirni qo'l mehnati bilan terib olib, mana bunaqa yalanglik joyga qo'yishadi va bu yerda sortirovka qilishadi. Bu anjir tayyor holatda o'zi quriganligi uchun 20 gradus haroratda bemalol uni saqlash imkoniyati bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, suv yig'ish texnologiyasi. Bu juda ham traditsionalni, ya'ni 300 yil bo'lgan ekan bu anjir bog'lari tashkil etilganiga. Va 300 yildan beri bu yerda sabz degan navi ekiladi. Sabz degan navi bu o'zini o'zi changlatmaydigan nav hisoblanadi. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu yerda mana bunaqa idishlarga changlatuvchisini qo'yishadi va anjirni changlatishadi. Bu yerda minus harorat 6 gradusgacha bo'lganligi uchun O'zbekistondan farqli hisoblanadi. Va O'zbekistonda bilasizlar 20 gradusdan oshiq lalma maydonlarimiz sovuq bor. Yagona muammo bu O'zbekistonda sovuqni chidamlilikni oshirish hisoblanadi. Yog'ingarchilikka keladigan bo'lsak, aynan mana shu turgan Estahbon da yog'ingarchilik 250 millilitrdan past bo'ladi, 200-250 metrdan. 250 millilitrdan past bo'lgan sharoitda bular favqulodda sug'orishni amalga oshirishadi. Ya'ni bunda ham yomg'ir suvini yig'ilgan yomg'ir suvini o'simlikka berishadi, lekin o'sha vaqtda ayrim hollarda yer osti suvlaridan foydalanishadi. Bu qachon bo'ladi? Buki 200 millilitrdan yog'ingarchilik kam bo'lgan yili bular o'zi emergency situation deyishadi, ya'ni favqulodda vaziyat bog'lar uchun. Va o'sha yillari bular sug'orishdan foydalanishadi. Mana bu yerda sug'orish uchun yer ostida nasoslari, liniyalari bor. Bu fermerning uyi. Xuddi shunaqa qilib anjirni yetishtirishadi. Mana ko'ryapsizlar, juda ham tog'li, quruq iqlimli bo'lgan joy. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Estahbon Erondan esdalik uchun. Mana bu eronlik hamkasblar.